Senga bugun o'sha gapni aytmasam bo'lmaydi. Ayting, ayta qoling. Ikrom! Ahmoq. Akam. Keling, yaxshimisiz? Pastorkani kiyib ketibsan. Nima qilyapsan? Sharmanda qilyapsan. Quruq choy olganda. Choy icholmayapmiz uka. Yo'da, o'sha Bo'pti. Kechga olib kiyaman buni. O'zingizniki emasmidi? adashib kiyib olibman akamnikini, qarang-da. Xullas senga aytmoqchi bo'lgan Xo'sh, gapim. Kecha Ikrom, keling, yaxshimisiz? Dadamning maykasini kiyib olibsan. Dadam nahorga borish kerak ekan, yechib ber. sharmanda qilyapsan odamni. Menga olib ket dedi, maykani olib ket dedi. Kechga olib boraman shuni. Nima kiyasan? So'ramasdan nima kiyasan, Ikrom? Sasiydi saniki. Dadam maykasini kiyib olibdi-da. Aytishing shartmi shu? Hachi, yech. Bu dadam bechora kutib o'tiribdi. Ketolmayapti, nahorga ketolmayapti. Ha. Dadangiznikini ham kiyasizmi? Razmerimiz bir shunga kiyuvdim. Senga aytmoqchi bo'lgan gapim shuki, Ayting. To'xta, aytmasdan tur, Ikrom. Shimimni kiyib ketibsan. Cho'ntagida gugurt bo'ldi, gaz yo'qmi? sharmanda qilyapsan. Choy icholmayapmiz, choy icholmayapmiz. boshqa gugurt bor-ku magazinda. Boshqa sim yo'qmi kiygan? Hozir. Ha, unga quyoncha olib beribsan. Ayamga bitta gul olib bormaysan. Aytma shuni. Bu yer gugurtni. Siz ham toza bechora ekansiz, tushunga olarkan. Mana o'zi kiyinib yuring nimchalardan chiroylisidan bor ekan. 177 ming so'mdan ekan. Menga qarang, birov shimini kiymasdan o'ziga bitta shim oling, 139 ming so'mdan ekan. Arzon ekan-a 130. Bu in bozorda. Mana o'zizga oyoq kiyimchalardan uni 250 ming so'mdan ekan. Bu yerda hamma narsa bor ekan-a? Bu in bozorda. Inbazar haqiqatan ham insofli bozor ekan-a? Ini qo'ya gapingizni ayting. Xullas, Komila. Ikrom. Mana akang boy-ku, dambal akang jonimga tegdi. Buni gapi bor ekan, gapiraolsin. Indiski bachara. Nas kimni kiygan? Jim turaymi? Gapir endi. Ober qo'lingdan kiysan.